Assalomu alaykum. Bugungi darsimizni boshlaymiz. 9-sinf Jahon tarixi 2024-yilgi nashri 11-12 ko'rib chiqamiz. Agarda ovozim eshitilayotgan bo'lsa, kanalga ovozni yozib qo'ydim. O'shani kommentariy qismida yozib qo'ysalar agar darsimizni boshlaymiz. Juda yaxshi, ovoz eshitilayotgan bo'lsa boshladik. Birinchi bugun ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzu bu Shimoliy Amerika. 17-18 asrlarda yangi davlatning vujudga kelishi. Demak, birinchi bo'lib Amerika haqida qisqacha gaplashsak, Amerika qit'asi ikkita materikdan iborat, janubiy va shimoliy. Lekin ko'pchilik tarixni o'rganishda Lotin Amerikasi va Shimoliy Amerika degan iborani ishlatadi. Nima sababdan desa, Ispaniya va Portugaliya tomonidan egallangan Markaziy va Janubiy Amerika mamlakatlaridagi asosiy til ispan va portugal tillari, ya'ni lotin tilidan kelib chiqqanligi uchun Lotin Amerikasi deyiladi. Shimoliy Amerikadagi Amerika Qo'shma Shtatlari bugungi kundagi va Kanada davlatlari esa Buyuk Britaniya va Fransiya mustamlakasiga aylanadi dastlabki davrda va bu davlatlarda ikkita asosiy til, ingliz va fransuz tillari asosiy til sifatida mashhur. Bugungi kunda ham eng asosiy til Shimoliy Amerikada ingliz va ikkinchi darajali fransuz. Amerikaning ba'zi bir joylarida esa to'g'ri bugungi kunda ispan tili ikkinchi darajali. Buni sababi Ispaniyadan ko'plab hududlarni, Ispaniya emas, Meksikadan ko'plab hududlarni, ispan tilida so'zlashuvchi shtatlarni Amerika bosib oladi. Bu haqida Amerikani ikkinchi yana bir marta o'tadigan paytimizda ko'rib chiqamiz. Demak, Shimoliy Amerika ingliz va fransuz mustamlakalari edi. Dastlabki mustamlakachilik harakati. Angliya va Fransiya tomonidan Shimoliy Amerika egallandi. İlk manzilgoh Virginia, Jamestown 1607-yilda paydo bo'lgan. Endi bu qaysi suruvlar davriga to'g'ri keladi deb testga tushib qolish ehtimoli bor. Bu Jamestown ochilishi 1603-1688-yillarda hukmronlik qilgan Stuartlar suruvlasi davriga to'g'ri keladi. Shimoliy Amerikadagi mustamlaka hududga dastavval puritan jamoalari ko'chib keldi, dehqonlar, yoshlar, shu bilan birgalikda jinoyatchilar ham davlat tomonidan aynan Shimoliy Amerikadagi ingliz mustamlakasiga, ya'ni Virginiyaga surgun qilindi va ushbu shaxslar Shimoliy Amerikani o'zlashtirishda muhim rol o'ynadi. Hindularning ko'pchiligi qirilib ketishi natijasida Plymouth yoki Massachusets shahri 1620-yilda vujudga keladi. Shu tariqa Shimoliy Amerikada birinchi ingliz mustamlakasi bo'lgan hududda yana hindular bilan munosabatlar. Hindular bilan munosabatlar juda murakkab edi, ya'ni kelishmovchiliklar juda ham ko'p edi. Ularning yerlarini noqonuniy ravishda egallay boshladi inglizlar va boshqa millat vakillari. Demak, oq tanlilar yoki yevropaliklar turli kasalliklar, masalan, chechak, vabo, o'lat va undan tashqari boshqa yuqumli kasalliklarni olib kelishi natijasida hindularni ko'pchilik qismi qirilib ketdi. Chunki ularda hali immunitet shakllanmagan edi bu kasalliklarga. Demak, yevropaliklarning ochko'zligi va hayot tarzi burilishi tufayli ko'pchilik hindular yana kamayib ketadi. O'lim, kasallik, qirg'inlar tufayli hindular yo'qolib bordi. Yana undan tashqari hukumat ham hindularni yo'qotishga katta bel bog'lagan edi. Masalan, o'ldirilgan bir hindu uchun 50 dan 100 funt sterlinggacha pul to'langan. Bu esa hindularni qirilib ketishida yana bir sabablardan biri deyishimiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda kasalliklar, ikkinchi o'ringa qirg'inlar va o'sha to'lov evaziga hindularni yo'q qilish. Yevropaliklarni ko'plab kasalliklar tufayli qirilib ketdi. Iqtisodiy ahvol haqida gaplashamiz va mehnat haqida. Yangi o'zlashtirilgan Amerika qit'asi Shimoliy Amerikani bo'ysundirishda ishchi kuchi dastavval yetishmas edi. Qishloq xo'jaligida kichik fermer xo'jaliklari keng tarqala boshladi ushbu hududlarda. Sanoat va birinchi manufakturalar paydo bo'ldi. Qulchilik ham saqlanib qoldi, plantatsiya xo'jaliklari ham mavjud edi. Hindularni qirilib ketishi, ularni ishlashni xohlamasligi va ozod erksevar xalqligi tufayli ular ko'pchiligi qul qilinmagan, aniqrog'i janglarda qirilib ketadi ko'pchiligi, bo'ysunishni istamaydi. Natijada aholi soni ham kamayib boradi.
ishlatish uchun ishchi kuchi sifatida Afrikadan qora tanlilar 17-asrdan boshlab olib kelingan. Iqtisodiyot qishloq xo'jaligida ikki xil shakl haqida gapirdik. Demak, fermer xo'jaligi, ya'ni ishchilar mehnatiga asoslangan xo'jalik va plantatsiya xo'jaligi, ya'ni qullar mehnatiga asoslangan xo'jalik. Bu narsa keyinchalik AQShda fuqarolar urushiga sabab bo'ldi, ya'ni qulchilikdan foydalanmaslik va plantatsiya xo'jaliklarini tugatish masalasida kelishmovchiliklar tufayli 61-65-yillarda fuqarolar urushi bo'ladi va nihoyat qulchilik bekor bo'ladi Amerikada. Keyingi rejamiz yangi qatlamlar. Manufakturalar paydo bo'lishi va qishloq xo'jaligida, umuman sanoatda ham yangi munosabatlarning kirib kelishi natijasida burjuaziya shakllandi. Burjuaziya, ya'ni tadbirkorlar shakllangan bir paytda tadbirkorlar qo'l ostida ishlovchi ishchilar tabaqasi ham asta-sekin shakllana bordi 17-asr davomida ingliz mustamlakalarida, Shimoliy Amerikada. Zamonaviy millatning shakllanishi. Amerikada burjuacha boshqaruv usullari shakllandi, ya'ni tadbirkorlikka asoslangan fermer xo'jaligi, misol uchun qishloq xo'jaligida ham tadbirkorlik uskunalar olib kelindi. Yagona ichki bozor va savdo aloqalari rivojlanishi boshlandi 18-asr o'rtalarida. Umumiy til sifatida ingliz tili, demak, Shimoliy Amerikada keng tarqaldi. Aholining ko'pchiligi o'zlarini endi inglizlar yoki fransuzlar emas, balki amerikaliklar deb atay boshladi 18-asr o'rtasida. Va o'ziga xos milliy madaniyat tarkib topdi. Chunki birgina inglizlar emas, balki boshqa xalqlar ham bor edi, aynan Amerikani bunyod etishda. Shu tariqa, demak, o'ziga xos milliy madaniyat tarkib topib bordi. Ham hindular bir qismi, misol uchun, ular janglarda yengilgan va dushman sifatida ko'rilgan bo'lsa ham, qullar, ya'ni qora tanlilar, misol uchun, ular ham keyinchalik muhim rol o'ynay boshladi Amerika hayotida va yevropaliklar. 3-reja, asosiy rejalardan mustaqillik uchun kurash. Mustaqillik uchun kurash sabablari nima edi? Britaniya qiroli va zodagonlarning foydani oshirish harakati. Demak, xom ashyoni olib ketib, tayyor mahsulotlarni olib kelib, soliq yig'ish siyosati orqali Britaniya qiroli boyib borishga harakat qilgan. Britaniya parlamenti, demak, Amerikada yoki Shimoliy Amerikada deylik, zavod korxonalar ochishga ruxsat bermaydi. Misol uchun, inglizlarning o'zida bor xom ashyolarni olib ketib, bu yerda tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ruxsat bermay, faqat xom ashyo yetishtiruvchi bazaga aylantiradi. Davlatlar bilan savdoda taqiqlab qo'yadi, faqat inglizlar orqali savdo qilish mumkinligini ular ta'kidlay boshlaydi. Natijada bu, demak, Amerikadagi yevropaliklarning noroziligiga sabab bo'ladi. Urushning boshlanishi. Urushning boshlanishi birinchi qit'a kongress Filadelfiyada 1774-yil sentyabrda boshlanadi. O'zi aslida hamma narsa aytganimizda ingliz tovarlari, ya'ni tayyor mahsulotlari mustamlakalarga olib kelinadi. Tayyor bozor edi, chunki ushbu hudud ham tayyor bozor, ham xom ashyo olib ketiladigan maxsus hudud edi Amerika. Natijada norozi bo'lgan aholi olib kelingan ingliz choylarini rad etadi, ularni to'kib tashlaydi, sotib olishni xohlamaydi va boykot siyosatini qabul qiladi. Bu narsa tarixda Boston choyxo'rligi nomi bilan mashhur bo'lgan. Ushbu voqeadan aynan inglizlar ularga qarshi qurol kuchidan foydalanmoqchi bo'ladi. Natijada Filadelfiyada 1774-yil sentyabrda birinchi qit'a kongress chaqirildi. Birinchi qit'a kongressini asosiy amalga oshirgan ishi bu kontinental uyushma tuzildi. Respublika tuzish g'oyasi keyinchalik paydo bo'ladi. Bu hali birinchi qit'a kongressda unaqa respublika tuzish g'oyasi yo'q, faqatgina ingliz mollariga boykot tushunchasi bor edi. Keyin 1775-yil urush boshlashga qaror qabul qilindi ikkinchi qit'a kongressida va bosh qo'mondon sifatida polkovnik Jorj Washington tayinlandi. Burjua inqilobi sifatida o'tdi. Demak, mustaqillik uchun kurashni ikkita Shimoliy Amerikada muhim ahamiyati bor. Birinchisi bu mustaqillik uchun kurash tabiiyki, ikkinchisi esa burjua inqilobi ham edi. Ya'ni burjua munosabatlari shakllana bordi ushbu urush natijasida.
Asosiy maqsadi aytdik milliy mustaqillik, ikkinchisi kapitalistik munosabatlarni o'rnatish. Urush harakatlari va yakun. Tabiiyki, qurol-yarog' yetishmasligi kuzatildi Amerikada. Undan tashqari, yaxshi ta'lim-tarbiya ko'rmagan edi harbiy jihatdan amerikaliklar. Natijada inglizlarning qo'li baland kela boshlaydi, lekin Fransiya bilan kelishuvga erishilishi, ya'ni qurol-yarog' bilan fransuzlarning yordam berishi, urushda tub burilish yasadi. 1782-yilga kelib ingliz qo'shinlarining asosiy qismi taslim bo'ladi va 1783-yil Parij sulhi imzolanadi. Britaniya AQSh mustaqilligi, suverenitetini tan olinadi. Parij sulhini imzolashga borganlar orasida John Jay va o'sha Benjamin Franklinlar bor edi, misol uchun. Davom etamiz. Undan keyin mustaqillik deklaratsiyasi. O'zi aytdik, kontinental uyushma. Demak, qit'a kongresslari haqida gapirdik. Birinchi qit'a kongressida ingliz mollariga boykot masalasi ko'riladi. Ikkinchi qit'a kongress 75-yil bo'lib o'tadi. Unda urush boshlashga qaror qabul qiladi Shtatlar birligi. Uchinchi bor chaqiruvda esa mustaqillik e'lon qilinadi. 1776-yil 4-iyulda o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinadi. Mustaqillik deklaratsiyasi ajralib chiqishga da'vat etuvchi qaror may oyida chiqadi. Mustaqillik deklaratsiyasini tuzish uchun komissiya tuzilgan edi. Komissiya rahbari esa Thomas Jefferson edi. 4-iyul kuni qabul qilinadi mustaqillik deklaratsiyasi va bu kun Amerika tarixida mustaqillik kuni sifatida qolgan. E'lon qilingan asosiy g'oya bu yangi davlatni qaror topishi va inson ozodligi. Shuningdek, yana prinsiplar ichida xalq suvereniteti, har bir xalq demak o'sha isyon qilish huquqi, o'zini ya'ni mustaqilligi uchun isyon qilish huquqi, tenglik, ozod bo'lish huquqi haqida gapirilgan edi. Mustaqillik deklaratsiyasi Thomas Jefferson aql zakovati bilan bunyod etilgan ushbu loyihada. Mustaqillik uchun kurashda inglizlar mag'lubiyatga uchragach, Parij sulhi imzolandi. Yana endi davlat tuzish muammosi bor edi. Davlat tuzish muammosini hal qilish uchun demak yana Filadelfiya shahrida yig'ildi. Amerikada o'sha mashhur Amerikan otalari. Muammo shtatlarni birlashtirish va yagona tizimni shakllantirish kerak edi, chunki Amerikada davlat tuzumi qanaqa tuzum bo'lishi, qaysi davlat idorasiga qanday vakolatlar berilishi, shu masalalar ko'rib chiqilishi kerak edi. Va Filadelfiyada 87 mayda ushbu konvent yig'ildi. Ishtirok etmaydi Jorjiya, ko'pchilik shtatlar ishtirok etadi Filadelfiyada bo'lib o'tgan ushbu konvent yig'inida. Amerikan otalari sifatida esa ko'plab kishilar bor. Masalan, George Washington, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton kabi shaxslar bor. Amerikada 1787-yil 17-sentyabrda konstitutsiya qabul qilindi. Konstitutsiyaga ko'ra mamlakatda respublika tuzumi o'rnatildi. Hokimiyat bo'linish prinsipi asosida faoliyat ko'rsata boshlaydi. Eski darslikda aytilgan ediki, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlarining vazifalari, ya'ni vakolatlari bo'yicha kelishmovchiliklar bo'lib o'tadi. Ya'ni qaysi tashkilotga ko'proq vakolat yoki qanday vakolat berish masalasi bo'yicha tortishuvlardan so'ng oxir-oqibat kelishiladi va mamlakatning asosiy rahbari sifatida saylanadigan prezident lavozimi joriy etildi. Prezident Amerikada 4 yilda bir marta saylanishiga kelishildi. 2 muddatdan ortiq prezident bo'lish mumkin emasligi konstitutsiyada belgilandi va birinchi prezidentlik saylovi 1789-yilda o'tkazilgan. Unda birinchi prezident George Washington etib demak saylandi. 1789-yil muhim voqealardan o'sha Bastila ishg'ol etilgan, yoki fransuz burjua inqilobi boshlangan sana ham deyishimiz mumkin. Shu tariqa Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil topdi. Mustaqillik urushi natijasida konstitutsiya qabul qilindi. Oxirgi rejaga ko'rib chiqamiz. Demak, madaniyat. Madaniyatda mustamlaka davr merosi saqlanib qoldi. Ta'limga e'tibor asta-sekin shakllandi. Yangi ma'lumotlardan Amerikada dastlabki davrda Yale universitetiga asos solindi.
Haftalik jurnallar chiqara boshlandi, gazeta bozori jadal rivojlandi. 100 dan ortiq gazetalar chiqarildi 18-asr oxiriga kelib. San'atda esa Yevropa san'atiga taqlid tarzida paydo bo'ldi. Bu davr mashhur rassomlari Benjamin West, John Copley degan rassomlar bor misol uchun. Undan tashqari Mark Twain, Walt Whitman kabi mashhur yozuvchilar ham aynan ushbu davrda Amerikani madaniy hayotini rivojlantirishda muhim ishtirok etgan shaxslar sifatida aytishimiz mumkin. Inqilob natijalari. AQSh mustaqil davlatga aylandi inqilob natijasida. Amerikada inqilob natijasida respublika tuzumi o'rnatildi. Savdo va sanoatdagi to'siqlar butunlay olib tashlandi. Erkin raqobat va shaxsiy tashabbusga yo'l ochildi. Salbiy jihat ham bor. Janubiy shtatlarda plantatsion qullik saqlanib qoldi to fuqarolik urushigacha. Ta'siri Yevropa ilg'or tafakkuriga juda katta ta'sir ko'rsatdi Amerikadagi ikkita hujjat. Birinchisi Mustaqillik deklaratsiyasi, ikkinchisi AQSh konstitutsiyasi. Ushbu hujjatlarning ta'siri Yevropaga eng kuchli ta'sir ko'rsatgan bu Fransiya bo'ladi. Fransiyada juda ham bir qattiq inqilobiy holat vujudga kelib, buyuk fransuz burjua inqilob bo'lib, eng kuchli absolyut monarxiyalardan biri bo'lgan Burbonlar monarxiyasi ag'darib tashlanadi vaqtinchaga, lekin qayta tiklanadi, bilamiz, Vena kongressidan keyin. Burbonlar sulolasi ag'darilib respublika bo'ladi. Fransiyada juda muhim voqealarning sodir bo'lishi aynan Amerikadagi ikkita hujjat, Mustaqillik deklaratsiyasi va konstitutsiya bilan bog'liq edi. Shu tariqa ingliz va fransuz mustamlakalari sifatida tashkil topgan Shimoliy Amerikadagi inglizlar va fransuzlar, yevropaliklar deylik xullas, Amerika millatini shakllantirdi. Amerika millati esa o'zini davlatiga asos soldi. Inglizlarga qarshi kurashdan so'ng fransuzlar yordamida. Shu joyga fransuzlar nima uchun yordam kelib ketdi desa, chunki Fransiya 7 yillik urush, misol uchun Ispan taxti uchun kurash, xullas kalom 18-asr Fransiya va Angliya o'rtasida ikkinchi 100 yillik urush sifatida bo'lib o'tgan va fransuzlar tabiiyki inglizlarni yoqtirmagan. Shu uchun ham aynan Shimoliy Amerikada mustaqillik jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, inglizlarga zarba berish va ularni mavqeini tushirish maqsadida. Agar bu mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, hech kimda savol bo'lmasa agar keyingi mavzuga ham o'tsak bo'ladi. Savollarda yozib qo'ydim. Kimda savol bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Savollar degan kanaldagi post ostiga. Agar hech kimda savollar bo'lmasa, keyingi mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Lotin Amerikasi mustamlakachilik zulmi ostida 16-18-asrlar. Mustamlaka tizimida o'rnatilish qaysi voqeadan boshlandi desa, Kolumb Amerikani ochgan edi 1492-yil 12-oktyabrda. Va shundan so'ng, demak, yevropaliklar, asosan ispan va portugallar kirib kela boshladi Lotin Amerikasiga. Zabt etishni o'ziga xosligi, qolgan davlatlar, misol uchun Osiyo mamlakatlari yoki Afrika mamlakatlari o'rta asrlarda zabt etishda ko'pincha o'ziga teng davlatlarni zabt etgan bo'lsa, bu yerda o'ziga xoslik bor edi, ya'ni qurolli kuchlar kurashi unchalik katta bo'lmadi. Chunki hindularning qurollari o'q, yoy va nayza edi. Ispanlar esa ancha ustun, chunki ular o'tochar qurollar, miltiq, pushka va boshqa qurollardan bemalol foydalana olardi. Undan tashqari otliq dushmandan juda qattiq qo'rqadi hindular. Ular otni ko'rmagan. Otliqlar kelgan paytda hattoki ular qo'llaridagi qurollarni tashlab, diniy marosimlarni bajarishga kirib ketishgan. Bu narsa esa tabiiyki o'sha ispanlarning g'alaba omilligi va aksincha hindularning mag'lubiyatiga sabab bo'lgan deyishimiz mumkin. Konkistador. Konkista so'zining ma'nosi zabt etish degan ma'noni bildiradi. Konkistador esa bu zabt etuvchi shaxs, ya'ni bosqinchi desak ham bo'ladi, qo'pol qilib. Ikkita bosqinchi berilgan. Birinchisi Hernan Cortes yoki Cortes. Cortes 1519-yil Azteklar poytaxtini egalladi. Kam sonli qo'shini bo'lishiga qaramasdan, Azteklar poytaxti Tenochtitlan shahrini 1519-yilda
egallaydi. Pisarro esa inklar armiyasini mag'lubiyatga uchratadi o'zini kamsonli qo'shini bilan. Va ular aynan ushbu boyagi aytgan fikrlarimizni dalili sifatida kamsonli qo'shin bilan ularni ko'proq qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratadi. Asosiy mustamlakachi davlatlar Ispaniya va Portugaliya edi. Natija, ya'ni mustamlaka tizim o'rnatilishi natijasida qattiq mustamlakachilik tartibi va tabaqa tizimi shakllandi Lotin Amerikasida. Ana endi o'ziga xos boshqaruv tizimi haqida gaplashamiz. Ispaniyadagi tizimga o'xshash absolyut monarxiyalar qaror topdi, mustamlakalarda ham. Asosiy boshqaruvchilar. Demak, butun hokimiyatga ega kishilar vitse-qirol deyilgan yoki general kapitan. Butun hokimiyatga ega kishilar vitse-qirol yoki general kapitan deyilib, mustamlaka hududlaridagi eng oliy lavozim deb hisoblangan. Viloyat boshqaruvi bilan esa gubernatorlar shug'ullangan, viloyat rahbarlari sifatida. Shahar, qishloq, okruglarni esa korregidorlar yoki alkotlar shug'ullangan. Hindu qishloqlarini nasliy hokimiyat bilan kassiblar jamoasi boshqargan. Vitse-qirolning huquqlari haqida gaplashamiz. Vitse-qirol amaldorlarni tayinlash huquqiga ega edi. Shuningdek, mustamlakalardagi xazina va qurolli kuchlarni boshqarish, farmonlar chiqarish va ruhoniylarni tayinlanishini tasdiqlash huquqiga ega edi vitse-qirollar. Markaziy hokimiyat shaharlarda sud ishlari va obodonlashtirish ishlari olib borilgan ekan. Xo'jalik hayoti va savdo. Iqtisodiy rivojlanish metropoliya manfaatlariga bo'ysundirilgan ko'pincha holatlarda. Endi metropoliya va mustamlaka haqida qisqacha aytib o'tib ketsak, metropoliya va mustamlakadan metropoliya bu bosib olgan yoki boshqaruvchi hudud deyishimiz mumkin. Mustamlaka hudud esa bu bo'ysundirilgan yoki zabt etilgan hudud deyishimiz mumkin. Ya'ni zabt etilgan hududlar iqtisodiy rivojlanishi zabt etganlar, ya'ni ispanlarning manfaatlariga to'liq bo'ysundirilgan holatda amalga oshirilgan. Lotin Amerikasidagi asosiy boylik manbalari bu oltin, kumush va plantatsiya mahsulotlari edi. Shuningdek, sanoat cheklovlari o'rnatildi Lotin Amerikasi uchun. Masalan, mahalliy sanoat shakllanishiga to'sqinlik qilib, manufakturalar qurilish taqiqlandi. Raqobatni, ya'ni metropoliya va mustamlakalar o'rtasida ishlab chiqarishda raqobat bo'lmasligi uchun uzum, olxo'ri, ipak qurti boqish mustamlaka hududlarida taqiqlandi. Sabab, agarda bu hududlarda ham ekilsa, raqobat vujudga keladi, mahsulot narxlari esa keskin tushib ketadi. Ispaniyadagi yirik mulkdorlar esa inqirozga yuz tutishi tabiiy holat edi. Shu tufayli ham aynan ushbu mahsulotlarni yetishtirish taqiqlangan edi. Ichki bozor. Tor va taraqqiyotdan orqada qolgan ichki bozor aholini kambag'alligi, to'lovlar sababli ularni kambag'allashib borish tufayli ichki bozor og'ir ahvolda edi. Savdo monopoliyasi. Lotin Amerikasidagi spirtli ichimliklar, tamaki, tuz va qog'oz kabi mahsulotlarni ishlab chiqarish monopoliyachilar qo'lida edi. Sotish ham. Tashqi savdo boshqa davlatlar bilan mustaqil aloqalar taqiqlangan edi. Faqatgina demak, mustamlaka hududlari faqat metropoliyalar ruxsati bilangina yoki metropoliya orqaligina savdo aloqalarini olib borishi mumkin edi. Deyarli savdo aloqalari olib borilmagan, faqat Ispaniya olib ketib, Ispaniya vositachi sifatida yana ustiga qo'yib, juda ham katta foyda ko'rishni niyat qilgan. Nafaqat Ispaniya, balki ko'pchilik mustamlaka davlatlar ushbu tizimdan foydalangan. Cheklovlarning yumshashi 18-asr oxiri o'zaro savdo huquqi, ustama soliq kamayishi natijasida biroz yengilliklar paydo bo'ladi. Aholi va tabaqalar haqida gaplashamiz Lotin Amerikasida. Lotin Amerikasini tub aholisi Kolumb bu yerni Hindiston deb o'ylagandan boshlab hindular deb nomlangan. Hindular ahvoli qanday darajada edi? Hindular haq-huquqsiz holatda ko'pincha qullarga aylantirishga e'tibor qaratdi mustamlakachilar. Ko'pchiligi o'ldi Lotin Amerikasidagi hindularni, chunki sabab birinchidan og'ir mehnat, ikkinchidan ochlik, uchinchidan kasalliklar. Ya'ni
yevropaliklar olib kelgan o'lat, vabo va tif va boshqa kasalliklar natijasida ko'pchilik qirilib ketdi. Aholi soni keskin kamayib bordi. Meksikada aholi hindular 10 martaga kamaygan bo'lsa, Braziliyada deyarli to'liq qirilib ketdi hindular. Majburiy mehnat. Majburiy mehnat uchun hindular misol uchun konlarda ishlatilgan, plantatsiyalarda, ya'ni qishloq xo'jaligi yer egaligida qurilish uchun erkaklarni ajratishga majbur qilingan. Feodal qaramlik 18-asr oxirida feodal qaramlikka tusha boshladi hindular va ular jon soliq to'lashga ham majbur etilgan edi. Qora tanli qullar ahvoli. Mahalliy aholi kamayishi tufayli ish kuchi yetishmasligi natijasida Afrikadan qora tanlilar olib kelingan edi. Asosan qora tanlilar shakarqamish va paxta plantatsiyalarida shafqatsizlarcha ishlatilgan va jazolash usullaridan foydalanilgan. Natijada yuqori o'lim darajasi kuzatildi afrikalik qora tanli aholida. Lotin Amerikasida aralash nikohlar natijasida turli xil yangi, demak, irqlar desak, balki kichik irqlar desak to'g'riroq bo'lar, metislar shakllandi. Metislar kim desa, yevropalik va hindularning farzandi. Yevropalik va afrikaliklarning farzandi esa mulatlar deyiladi. Hindular va afrikaliklarning farzandi esa sambo deyiladi. Demak, metis yevropalik hindu nikohidan tug'ilgan, mulat yevropalik va afrikalik, sambo hindu va afrikalik. Biz ham metis va mulatni eski darsliklarda ko'rgan edik. Sambo esa yangi darslikda berilgan hindu va afrikaliklar nikohidan tug'ilgan farzandlar. Kreollar ham bor. Kreollar esa kimlar desa, ispan va portugallarning avlodlari. Kreollar asosan hunarmandchilik, mayda savdogarlik, latifundistlar qo'lida boshqaruvchilik. Latifundist esa yirik yer egalari deyishimiz mumkin. Ozodlik harakati. Ozodlik harakati ispan va portugallar kirib kelgan 16-asrdanoq boshlangan edi. Dastlabki qo'zg'olonlar haqida gaplashamiz. Kuba hindulari 1511-1512-yillarda qo'zg'olon ko'tardi. Ushbu qo'zg'olonga Atuey ismli shaxs rahbarlik qiladi. Keyinchalik Atuey ushlanib, demak, o'ldirib yuboriladi. Men Atuey haqida qisqacha darslikda matn ham berilgan. Unga Atueyni o'lishidan, ya'ni o'sha o'lim jazosiga mahkum etilishidan oldin ruhoniylar kelib uni demak duo qilib kechirim so'rash va xristianlik diniga o'tishi, balki shunda jannatga kirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Atuey esa u yerda oq tanlilar ham bormi deb aytadi. Ya'ni oq tanlilar agar jannatda bo'lsa, men jannatdan ko'ra do'zaxga kirganim ma'qulroq degan fikrni bildiradi. Bu bilan oq tanlilar zulmi shu darajada shafqatsiz bo'lganki, hattoki uni fikri bo'yicha ular bilan birga bo'lish juda ham bir og'ir, yaxshi sharoit bo'lishiga qaramasdan. Qora tanlilar isyonlari ham bo'lib turdi 16-asr davomida, chunki ular ham shafqatsiz munosabatni yoqtirmagan. Ana endi ikkita mustaqil davlat tuzishga urinish bo'lib o'tdi. 16-asrning 30-yillari, ya'ni 1530-yillarda hozirgi Peru hududida yangi inklar davlati vujudga keladi. Braziliya hududida esa 1630-1697, 67 yil, deyarli 70 yil davomida qochoq qullar Palma Respublikasi yoki Palma Respublikasiga birlashadi. Bu respublikalar tabiiyki yevropaliklar tomonidan, aniqrog'i ispanlar tomonidan tugatiladi, yo'q qilinadi va qaytadan to'liq bo'ysundiriladi ushbu hududlar. Braziliya esa portugaliyaliklar tomonidan bo'ysundiriladi. Gaiti bu Fransiyaning mustamlakasi edi. Fransuzlar Gaitini San Domingo deb nomlaydi. Fransiyadagi inqilob sadosi va qullarning og'ir ahvoli tufayli, demak, qo'zg'olon ko'tarildi. Qullar soni fransuz mustamlakalarida 500 ming kishini tashkil etgan. 17-8-asrda hindular va qora tanlilarning ozodlik uchun kurash davri bo'ldi. Ta'sir omillari esa birinchidan Shimoliy Amerikadagi inqilob, ya'ni Shimoliy Amerikada AQShni tashkil topishi,
Ikkinchisi esa buyuk fransuz burjua inqilobi natijasida ozodlik harakatlari shakllanadi ushbu davrda. Qisqacha ikkita mavzuni ko'rib chiqdik. Kimda savol bo'lsa agar bemalol berishi mumkin. Agar savol bo'lmasa, tezkor savol-javob qilib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Savol-javob deb yozib qo'ydim, post qoldirdim. Savol-javob postini ostiga javoblarni bemalol yozish mumkin bo'ladi. Birinchi savol: Lotin Amerikasi xalqlari yevropaliklar tomonidan bo'ysundirish jarayoni qachon boshlandi? To'g'ri, 1492-yil Kolumb kirib kelishidanoq boshlanadi. Ikkinchi savol: Ispanlar mahalliy hindularga qarshi jangda qanday qurol afzalligiga ega edi? Yoki ispanlarning g'alaba omillarini aytish ham mumkin. Ispanlar qanday afzallikka ega edi hindularga nisbatan? To'g'ri, 1492. To'g'ri, o'tochar, o'qotar qurollardan foydalanish va otlar to'ppa-to'g'ri, otlardan ular qattiq qo'rqqan. To'g'ri, to'plarni ham aytdik, pushkalar deb. Keyingi savol: qaysi konkistador 1519-yili hozirgi Meksika hududiga kelib, Azteklar poytaxti Tenochtitlanni egalladi? 1519-yilda kim Tenochtitlanni egalladi? To'ppa-to'g'ri, Hernan Cortes. Qaysi konkistador 168 kishilik otryadi bilan inklarning ko'p ming kishilik armiyasini mag'lubiyatga uchratdi? Yana bir konkistador haqida gap ketmoqda. U to'g'ri, to'ppa-to'g'ri Pizarro bo'ysundiradi. Juda yaxshi. Ispaniya mustamlakalarida butun hokimiyatga ega bo'lgan amaldorning unvonini aniqlang. Qanday nomlangan butun hokimiyatga ega bo'lgan Lotin Amerikasidagi amaldor? Eng yuqori amaldor ham deyishimiz mumkin balki. To'g'ri, general gubernator yoki vitse-qirol desak to'g'riroq bo'ladi. To'g'ri, general kapitan yoki vitse-qirol. Juda yaxshi. Ispan mustamlakalarida shahar va qishloq okruglarini kimlar boshqargan? To'g'ri. Demak, to'g'ri javob kelgan vitse-qirol degan ko'pchilik. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, qishloqlar tepasida kimlar turgan va ularning hokimiyati qanday nomlangan? To'g'ri javob kelgan. To'g'ri, Korexotlar va Alkotlar. Mustamlakalarning iqtisodiy rivojlanishi kimlarning manfaatiga bo'ysundirilgan edi? Kimlarning manfaatiga yoki kimning manfaatiga bo'ysundirilgan edi? To'g'ri, mustamlakachilar, to'ppa-to'g'ri, mustamlakachilar manfaatiga bo'ysundirilgan edi. Ispaniya va Portugaliya manfaatlariga. Metropoliyalar uchun yangi dunyo mamlakatlari nimalarning manbai? Ya'ni asosan qanday boyliklar manbaiga aylandi? Lotin Amerikasi mamlakatlari bu davrda Ispan va Portugal mustamlakachilari uchun. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri, kumush, oltin, xomashyo desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri. Paxta xomashyosi ham keyinchalik yetishtiriladi, shakar qamish, lekin asosan oltin, kumush eng katta daromad keltirgan dastavval, keyinchalik plantatsiyalarda yetishtiriladigan
o'sha paxta, shakarqamish va boshqa mahsulotlarni ham aytishimiz mumkin. Metropoliyalar bilan raqobatni oldini olish uchun mustamlakalarda nimalarni yetishtirish taqiqlangan edi? Juda ham bir o'ziga xos qaror qabul qilingan. Metropoliyalar bilan raqobatni oldini olish maqsadida qanday mahsulotlar yetishtirish taqiqlangan edi? To'ppa-to'g'ri uzum, olxo'ri, to'g'ri. Uzum, olxo'ri va ipak qurti boqish. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Keyingi savol: mustamlakalarda qaysi mahsulotlar savdosiga davlat monopoliyasi o'rnatilgan edi? Ya'ni qaysi mahsulotlarni sotishda davlat monopoliyasi bo'lar, tushuntirib o'tdik. Qaysi mahsulotlarni sotishda davlat monopoliyasi mavjud edi dedik. To'g'ri javob bu tuz, spirtli ichimliklar, tamaki va qog'oz. Ushbu mahsulotlarni sotishda davlat monopoliyasi o'rnatilgan edi bu davrda. Keyingi savol: mustamlakalar boshqa davlatlar bilan mustaqil savdo aloqalarini o'rnatish huquqiga ega emasdi. Ega bo'lmagan ekan. Keyingi savol: Ispaniya va Portugal mustamlakalar bir-biri bilan savdo qilish huquqini qachon qo'lga kiritdi? Nechinchi asrga kelib qo'lga kiritdi? Mustamlakalar bir-biri bilan savdo qilish huquqini qachon qo'lga kiritdi? Ispaniya va Portugal mustamlakalari. To'g'ri javob 18-asrning oxirgi choragiga kelib. Keyingi savol: Amerika egallangandan keyin mahalliy aholi hindularning ahvoli qanday bo'ldi? Ular qanday ahvolda yashagan edi demoqchi. Lotin Amerikasidagi hindularning ahvoli. To'g'ri javobda kelgan 18-asr oxiri, undan keyin to'g'ri yomon bo'lgan, to'ppa-to'g'ri, juda ham og'ir ahvol, qirilib ketdi, to'ppa-to'g'ri, qulga aylantirildi, to'ppa-to'g'ri. Demak, ular haqsiz qullarga aylantirildi. Yevropaliklar yangi dunyoga qanday kasalliklarni olib kelishdi? Ya'ni kasalliklar ko'p kasalliklar olib kelingan, endi asosan vabo, to'ppa-to'g'ri, o'lat kabi kasalliklar, tif degan kasallik haqida gapirdik, to'ppa-to'g'ri, vabo, o'lat, yuqumli kasalliklar desak, umumiy qilib aytsak to'g'ri bo'ladi. 16-asrda Markaziy Meksikada mahalliy aholining soni necha marta kamayib ketdi? Meksikada mahalliy aholi soni to'ppa-to'g'ri, juda to'g'ri, 10 martaga qisqarib ketdi. To'g'ri. Hindular oladigan soliq turi nima deb atalgan? Ko'pincha hindulardan qanday soliq undirilgan? Idora ishlari uchun soliq yoki jon solig'i? Qaysi javob bo'ladi? To'g'ri, jon solig'i undirilgan, yashash uchun soliq. Islomdan ham bunaqa soliq bo'lgan, jizya solig'i. Davom etamiz. Har bir hindu jamoasi kon va plantatsiyada ishlash uchun kimlarni ajratish lozim edi? Ya'ni necha yoshda bo'lgan kishilarni ajratish lozim edi? To'g'ri, boyagi savolda javob vabo edi. Bu savol esa har bir hindu jamoasi necha yoshdagi kishilarni yuborish shart bo'lgan. To'g'ri, 15-60 yoshdagi erkaklar, sog'lom erkaklarni yuborishi shart edi, to'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Undan keyingi Lotin Amerikasiga Afrikadan qora tanlilarni olib kelish nima sababdan boshlandi? Nima sababdan kerak bo'ldi Lotin Amerikasida qora tanli qullar? Chunki Lotin Amerikasida qora tanli qullar to'ppa-to'g'ri ishchi kuchi, plantatsiyalarda ishlash uchun ishchi kuchi qolmadi. Chunki aytdik, Meksika aholisi, Meksikadagi hindular 10 barobar, Braziliyada esa deyarli to'liq qirilib ketdi. Natijada ishchi kuchiga talab tufayli olib kelinadi. Qora tanli qullarning mehnatidan birinchi navbatda qaysi sohada foydalanilgan? Qora tanli qullar mehnatidan birinchi navbatda qaysi sohada foydalanilgan? To'g'ri, dehqon xo'jaligi, aynan plantatsiya xo'jaliklarida foydalanilgan. Chunki plantatsiya xo'jaligi aynan qullar mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish edi. Konlarda ham ishlatish holatlari bo'lgan, lekin asosan plantatsiyalarda ishlatilgan. Yangi yerlarni ochish, bu ham to'g'ri javobdir balki. Davom etamiz. Yevropalik va hindularning farzandlari qanday nomlanadi? Yevropaliklar va hindularning farzandlari. To'ppa-to'g'ri, demak, ular qanday nomlanadi desa, bu metislar, to'ppa-to'g'ri, metislar. Yevropaliklar va afrikaliklarning farzandlari qanday nomlanadi?
Yevropaliklar va afrikaliklarning farzandlari to'ppa-to'g'ri. Hamma to'g'ri javob yozdi. To'g'ri. Mulat deyiladi. To'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Oxirgi, demak, hindu va afrikalik qora tanlilarning farzandlari qolib ketdi. Ular qanday nomlangan? Bu yangi ma'lumot. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri sambo deb nomlangan. Lotin Amerikasiga birinchi ko'chib kelgan ispan va portugallarning avlodlari qanday nomlanadi? Lotin Amerikasiga ko'chib kelgan portugal va ispan avlodlari to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Kreollar deb nomlanadi. To'ppa-to'g'ri. Lotin Amerikasida mustamlakachilarga qarshi qo'zg'olonlar qachondan boshlangan? Nechinchi asrda boshlangan? Lotin Amerikasida mustamlakachilarga qarshi qo'zg'olon 15 yoki 16. Qaysi asr bo'ladi? 1519. To'g'ri. Asrga aylantirsak 16-asr bo'ladi. To'g'ri, 16-asrda yo'q boshlangan edi. Chunki o'zi konkista egallash jarayoni 1510-yilda boshlanadi. Qit'aning ichki qismlarini egallash. To'g'ri, Kolumb 1492 kashf etgan, lekin asosan egallashlar 1510-yilda konkista siyosati tufayli boshlanadi. Birinchi bo'lib 1511-12-yillarda qaysi hudud hindulari qo'zg'olon ko'taradi? Qaysi hudud hindulari? To'g'ri, Qahramon Bekmurodov juda yaxshi, Nilufar Olimova, Madina Nurmurodova. To'ppa-to'g'ri. Kuba. To'ppa-to'g'ri. Kuba hindularini qo'zg'oloniga kim boshchilik qilgan? Kuba hindularini qo'zg'oloniga to'g'ri javoblar bor. Atway boshchilik qilgan. Peru hindulari 16-asrning 30-yillarida qanday davlat tuzdilar? 16-asr 30-yillarda Peru hindulari qanday davlat tuzishdi? To'g'ri. Yangi inklar davlati tuzildi Peru hududida. Yangi inklar davlati tuzilgan edi. To'ppa-to'g'ri. Peru hududida. Qochoq qora tanli qullar Braziliya hududida qanday respublika e'lon qildilar? Braziliya hududida qochoq qora tanlilar qanday respublika e'lon qilishdi? Biz bilamiz, Bonifatsio boshchiligida qo'zg'olon haqida ma'lumot bu, lekin 19-asrga oid. Bu qo'zg'olon esa boshqa. Respublika nomi Palmares to'ppa-to'g'ri yoki Palma respublikasi desak ham to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Palma respublikasi tashkil topadi Braziliya hududida. Atama, konkistador atamasining ma'nosi nima? Konkistador atamasining ma'nosi nima? To'ppa-to'g'ri. Bosqinchi desak to'g'ri bo'ladi. 15-asr oxiri 16-asrda Amerikani mustamlaka qilgan ispan va portugal bosqinchisi. To'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Atama, latifundiya so'zining ma'nosi nima? Yana atama, latifundiya. To'g'ri, bosqinchi. Latifundiya ham to'g'ri javobga keldi. Yer mulk. Latifundis desa yer egasi. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri, latifundiya Lotin Amerikasida yevropaliklarga tegishli yerga egalik shakli ekan. Plantatsiya. Plantatsiya bilan latifundiyani ozgina farqi bor, ko'p emas. Plantatsiyada asosan erkin ishchilar xizmatidan foydalaniladimi yoki qullar? To'g'ri, qullar yetishtiriladi. Qullar o'simliklar, ya'ni subtropikada yetishtirgan dehqonchilik xo'jaligi. Yana shu joyga savol, plantatsiya bilan latifundiya qaysi biri faqat Lotin Amerikasiga tegishli? Qaysi yer egaligi faqat va faqat Lotin Amerikasiga tegishli? Plantatsiya va latifundiya. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Latifundiya faqat Lotin Amerikasiga tegishli. Chunki mana Buyuk Britaniya Hindistonni egallaganda u yerda ham shakar qamish plantatsiyalari, misol uchun choy plantatsiyalari haqida gaplar bor edi. Davom etamiz. Shimoliy Amerika asosan qaysi ikki davlat tomonidan bo'ysundirilgan edi? Shimoliy Amerika asosan ikkita davlat tomonidan bo'ysundirilgan edi. Ispaniya va Portugaliya tomonidan Janubiy Amerika egallangan edi.
Ispaniya va Portugaliya tomonidan yana bir marta aytaman. Demak, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika esa Angliya va Fransiya to'ppa-to'g'ri. Angliya va Fransiya tomonidan Shimoliy Amerika egallangan edi. To'g'ri. Angliyaning Shimoliy Amerikadagi ilk mustamlakasi Virjiniya manzilgohi qachon va qayerda tashkil etildi? Virjiniyadagi ilk manzilgoh qachon va qanday nomlanadi? To'g'ri, 1607. Qanday nomlanadi desa agar, bu 1607-yildagi manzilgoh. Ikkinchi savol. To'g'ri, 1607-yil. To'ppa-to'g'ri. Gulmira to'g'ri javob yozdingiz. Demak, to'g'ri javob bu Jamestown 1607. 1620-yil hindular orasida tarqalgan chechak tufayli bo'shab qolgan joyda qaysi manzilgoh paydo bo'ldi? Savolni takrorlayman. 1620-yil hindular orasida tarqalgan chechak tufayli bo'shab qolgan joyda qaysi manzilgoh paydo bo'ldi? To'ppa-to'g'ri. Plymouth yoki Massachusets desak ham to'g'ri bo'ladi. Massachusets hozirgi shtat va o'sha davr uchun Plymouth deyishimiz mumkindir balki. Mustamlakalarda o'ldirilgan har bir hindu uchun qancha pul to'langan? Qancha pul to'langanki, hindular juda ham ko'plab miqdorda qirib tashlangan. Har bir hindu uchun qancha pul to'langan? To'g'ri. 50 yoki 100 funt sterling to'lanishi natijasida ko'plab hindular qirilib ketadi. Shimoliy Amerika mustamlakalariga Afrikadan qora tanli qullarni olib kelish nechinchi asrdan boshlandi yoki qachon boshlandi? Qora tanlilar qachondan olib kelingan? Demak, qachon olib kelingan desa 17. Nima uchun 16 emas desa, chunki o'zi 1607-yilda Jamestown tashkil etildi. Shuni asrga aylantirsak 17-asr bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 17-asr. Amerikaning ko'pchilik aholisi qachondan o'zini amerikalik deb atay boshladi? Ya'ni nechinchi asrdan boshlab Amerikaga ko'chib kelgan yevropaliklar o'zini amerikalik deb atay boshladi? Bu 18-asr. Nima uchun 18 desa, chunki mana bu 1774 bor, misol uchun 1776 Amerika mustaqilligi e'lon qilinishi bular hammasi 18-asrga borib taqaladi. Shundan topsak ham bo'ladi. Mustaqillik urushining asosiy sabablaridan biri nima edi? Ko'plab sabab bor. Siz xohlagan sababni ayting. Asosiy bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Mustaqillik uchun urushning sabablaridan biri. Asosiy sabablardan biri. To'g'ri, ozodlik asosiy sabablardan biri. Bu ham to'g'ri javob. Ozodlikka erishish, chunki mustaqillik kurashini asosiy. To'g'ri, lekin yana bir sabab bor. Nima uchun ular aynan ozodlik uchun kurashdi? Chunki ular ham ingliz edi-ku o'zi aslida degan gap bo'lishi mumkin. Buyuk Britaniya parlamenti Amerika tadbirkorlari uchun turli taqiq va cheklovlar o'rnatadi. Ya'ni boshqa davlatlar bilan savdo qilish taqiqlab qo'yadi, mahsulotlar yetishtirishni faqat xom ashyo yetishtirishga moslashtirib, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni taqiqlaydi. 1774-yilda Filadelfiyada qanday yig'in bo'lib o'tdi? A. Pan-Afrika syezdi, B. Birinchi kontinental yig'ilish. Qaysi biri? To'g'ri, birinchi qit'a kongressi. Pan-Afrikanizm esa 1889-yil bo'lib o'tadi Vashingtonda. Bu keyinchalik ko'rib chiqamiz ular. Birinchi qit'a kongressi iqtisodiyotni boshqarish uchun qanday tashkilot tuzdi? Qanday tashkilot tuzdi? To'g'ri, qanday tashkilot desa to'g'ri javob kelgan. Kontinental uyushma tashkilot tuzildi. To'g'ri. Ikkinchi qit'a kongressi Amerika qurolli kuchlarini bosh qo'mondoni etib kimni tayinlash? Kim tayinlandi? Assotsiatsiyaga tushgan. Boston choyxo'rligi bu aytdik, to'g'ri. Boston choyxo'rligi bilan boshlangan edi rostdan ham. Demak, Amerika qurolli kuchlar rahbari Jorj Washington, to'g'ri, Jorj Washington. Juda yaxshi, davom etamiz. Mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlash uchun tuzilgan komissiyaga kim boshchilik qilgan? Mustaqillik deklaratsiyasini yaratish ishiga kim rahbarlik qilgan? Ovoz kelmay qoldim.
To'g'ri, Tomas Jefferson to'g'ri javob. Mustaqillik deklaratsiyasi qachon qabul qilindi? Mustaqillik deklaratsiyasi qachon qabul qilindi? To'g'ri, Tomas Jefferson. 1783. Mustaqillikni Angliya tan oladi 1783. Bu javobni shu tarzda sharhlasak bo'ladi. Mustaqillik deklaratsiyasi esa 1776-yil 4-iyulda qabul qilingan ekan. AQShda Mustaqillik kuni sifatida qaysi sana nishonlanadi? Bu ham oson savol. 1776-yil. To'g'ri. Qaysi sana? To'g'ri, 4-iyul. 14-iyul qaysi davlatda Mustaqillik kuni sifatida nishonlanadi? 14-iyul. 14-iyul qaysi davlatda Mustaqillik sanasi? 1789-yil bilan bog'liq 14-iyul. To'g'ri. Fransiya Bastiliya ishg'ol etilgan kun Fransiyada ozodlik kuni sifatida nishonlanadi. 3-respublikada konstitutsiyasida shu narsa yozilgan edi. Shimoliy Amerikadagi mustaqillik uchun urush ayni paytda qanday inqilob vazifasini bajardi? Qanday inqilob? Axborot inqilobi bo'lishi mumkindir balki, burjua inqilobi bo'lishi mumkindir balki feodallar inqilobi. To'g'ri javob, demak, burjua inqilobi. To'g'ri javob bor. Amerika inqilobi qanday ikki muammoni hal qilishi lozim edi? Bu juda ham eski detemga tushgan savollardan 2011-12-yilda shu savol tushgan edi. Ikkita asosiy maqsad bor edi Amerikada. Qullikni tugatish, xolos Xudo xohlasa bu fuqarolar urushidan keyin bo'ladi. 1865-yil 13-tuzatish kiritiladi, natijada qullik tugatiladi. Birinchidan mustaqillik, ikkinchidan esa to'g'ri kapitalistik g'oyalarni kiritilishi, chunki burjua inqilob dedik. Sekinroq. Davom etamiz. Mustaqillik urushi davrida Amerikaga qurol-yarog' bilan yordam bergan davlat qaysi? Mustaqillik uchun kurash yillarida qaysi davlat yordam ko'rsatadi? Do'stlik qo'lini cho'zadi, do'stlik to'g'risida shartnoma imzolanadi. To'ppa-to'g'ri Fransiya edi. Buyuk Britaniyaga qarshi Fransiya aynan yordam beradi. Chunki aytdik, nechinchi asr 2-yuzillik urush dedik. Nechinchi asrini bo'yi 2-yuzillik urush dedik. Bu haqida yana oldingi darslarda ham ko'rib chiqqan edik. 1-yuzillik urush to'g'ri, bu 1377-1453-yillarda bo'lib o'tgan. 2-yuzillik urush esa bu to'ppa-to'g'ri 18-asr. Yangi kitobda berilgan. 1783-yil Britaniya va uning sobiq mustamlakalari o'rtasida imzolangan sulh qanday nomlangan yoki qaysi shaharda imzolangan? 1783-yil qaysi sulh shartnomasi imzolangan? To'ppa-to'g'ri, demak, Parij sulhi imzolangan edi 1783-yilda. To'ppa-to'g'ri, Parij sulhi. Yaxshi. Parij sulhiga ko'ra Buyuk Britaniya, demak, Amerika mustaqilligini, ozodligi, suverenitetini tan oladi. AQSh konstitutsiyasini ishlab chiqqan mashhur kishilar qanday nom bilan ataladi? A javob abolitsionistlar, B javob otalar deb nomlanadi. Qaysi javob bo'ladi? Demak, Amerika konstitutsiyasini to'g'ri, B javob bo'ladi. Amerika otalari deyishimiz to'g'ri. Chunki abolitsionistlar qulchilikni bekor qilish tarafdorlari. Jon Braun boshchiligida. AQSh konstitutsiyasi mamlakatda qanday tuzumni, ya'ni qanday boshqaruv tuzumini shakllantirdi? To'ppa-to'g'ri Amerika otalari to'g'ri javobda bo'lgan ekan bu yerda. Keyingi savolni o'qidik. AQSh konstitutsiyasi Amerikada qanday boshqaruv tuzumini o'rnatdi? Konstitutsiyaviy monarxiya yoki prezidentlik respublikasi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri respublika tuzumi o'rnatildi konstitutsiyaga ko'ra. AQSh prezidenti necha yil muddatga saylanadi? AQSh demokratik davlat, bu fikr ham to'g'ri. Demokratik. To'ppa-to'g'ri 4 yilga saylanadi. Demak, Amerikada prezident 1789-yil saylanadi prezident.
1789-yilgi saylovlarda birinchi prezident kim bo'lgan? Ko'ringan. Ezolar. Endi yuriting. To'g'ri, Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington. To'ppa-to'g'ri, 4 yilga saylanadi Jorj Vashington. Davom etamiz. 18-asrda asos solingan, keyinchalik mashhur universitetga aylangan o'quv yurtini aniqlang. Ya'ni Amerikada asos solingan. To'g'ri, biz o'tgan darsda ko'rdik, 18-asr masalan Moskvada Lomonosov universitetiga asos solingan bo'lsa, Amerikada ham bir universitetga asos solindi. Ha. Sho'rga tekman. To'g'ri, Yale universitetiga asos solindi. To'ppa-to'g'ri, Yale universiteti Amerikada 18-asrda paydo bo'lgan. Juda yaxshi. 18-asr oxirida Yevropaning taniqli rassomlariga aylangan ikki amerikalik rassom kim edi? Ya'ni hattoki Yevropada ham mashhur bo'lgan amerikalik ikki rassom bor edi. Ularning ismlarini aniqlashimiz kerak. To'g'ri, Benjamin West va John Copley. To'g'ri. Madina Nurmurodova, Nizomiddin Abduvaliyev, Shukurlayev. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Juda yaxshi. Amerika inqilobidan keyin Janubiy shtatlarda qanday muammo saqlanib qoldi fuqarolar urushi yakuniga qadar? To'ppa-to'g'ri, demak, janubda asosiy muammo bu qulchilik bo'lib qoladi. Qulchilik esa fuqarolar urushidan keyin 13-tuzatish natijasida 15-yil bekor bo'ladi. Bugungi mavzumiz bo'yicha eng oxirgi savol: Yevropaning ilg'or tafakkuriga katta ta'sir ko'rsatgan AQShning ikki muhim hujjati qaysi? Yevropaning ilg'or tafakkuriga katta ta'sir ko'rsatgan AQShning ikki muhim hujjati qaysilar? To'ppa-to'g'ri, bu ham tushgan testga, DTM testiga tushgan faqat. Mustaqillik deklaratsiyasi va AQShni eng demokratik o'sha davr uchun ruhda yozilgan konstitutsiyasi. To'g'ri, mustaqillik deklaratsiyasi va konstitutsiya Yevropada va boshqa hududlarda keyinchalik demak demokratiya shakllanishida muhim rol o'ynadi. Turli inqiloblar bo'lib o'tdi. Masalan, Fransiyada yoki Lotin Amerikasi mustaqillik jarayoni boshlanib ketadi 1810-yillardan boshlab. Juda yaxshi, bugungi darsimizda ishtirok etgan barchaga rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol yoki takliflaringiz bo'lsa bildirishlaringiz mumkin. Agar hech kimda savol bo'lmasa agar darsimizni tugatamiz.